Men Yo'lchiyev Azizbek, Qadrdonlar qurilish kompaniyasining asoschisiman. 3 ta farzand otasiman va eng asosiysi Farg'ona shahrini vatanparvar, patriot farzandiman. Bizdan ba'zida so'rashadi, nima uchun qurilish kompaniyaning nomi Qadrdonlar deb. Bizda shunaqa falsafaki, bizdan uy olgan, ya'ni biz qurgan joylarda yashayotgan odamlar o'z-o'zidan qadrdonlarimizga aylanadi. Shunday ekan, biz o'zimizning yaqinlarimizga, o'zimizga, ya'ni qadrdon bu yaqin inson. Yaqin insonlarga odam nimani ravo ko'radi? Aynan mana shu falsafa bilan qurayotgan uylarimizda haqiqiy bizning qadrdonlarimiz yashashini, u qadrdonlarimiz yashayotgan, o'tkazayotgan kunidan, ya'ni yashayotgan joyidan mamnun bo'lib, baxtli his qilishlarini juda ham xohlaymiz. Biz ishonamizki, sifatli uy deganda bu faqatgina yaxshi sifatli materiallar yoki qimmatbaho bir qanaqadir narsalardan iborat emas. Sifatli va mustahkam deganda bu qilinayotgan ishga asosiy yondashuv hisoblanadi. Chunki halollik, va'daga vafo qilish, qilayotgan ishini mehr bilan Xudodan so'rab, mana shu narsa qilayotgan ishimiz bizni yuzimizni yoriq qiladi. Ertaga biz qilayotgan ishimizdan manfaat ko'rgan odamlar hech bo'lmasa qalbidan bizga nisbatan rahmat yoki bir baraka top degan bir hisni tuyadi degan mana shu falsafa bilan yondashamiz. Yuqorida sanab o'tilgan halollik, va'daga vafo qilish, qilayotgan ishini xolis Alloh uchun sidqidildan sifatli bajarish bu bizni asosiy qadriyatimiz hisoblanadi. Biz qurgan loyihalarda yashayotgan odamlar o'zlarini baxtli his qilishlari va yaqinlariga, ya'ni qadrdonlariga mana shu joyda yashashni tavsiya qilishlari biz uchun haqiqiy niyatimizga yetganimiz yoki o'sha missiyamizni bajarganimizni bildiradi. Keling, bizga yaqin bo'ling, qadrdonimiz bo'ling. Biz bundan faqat xursand bo'lamiz. Boshimiz osmonga yetadi.